Bizlarga hozir yangi kreditlarimiz ham bor. Kreditlarimiz ko'p. Bizga ham kreditlarimiz bor. Shu bo'yicha doimiy mijozlarga yangiliklar bo'yicha xabarlar berib turishimiz kerak. Hozir bizlarga 312-sonli qaror chiqqan. Bu bo'yicha 300 million so'mgacha beriladi. 100 million so'mgacha garovsiz, kafilsiz, hech qanday sug'urta, hech qanday xarajatsiz 100 million so'mgacha beriladi. Bu maktab tarafdan tadbirkorlar, oilaviy korxonalar, MCJ shularga beriladi. Aylanma mablag'lar uchun qisqa muddatga 2 yillik 3 oy imtiyozlar bilan asosiy vosita uskuna sotib olish uchun 300 million so'mgacha 6 yil muddatga beriladi. Bu yillik foiz 21%. 6 yillik berganimiz imtiyozlari 2 yil bo'ladi. Bunga 100 milliondan yuqori qismiga 50% garov qismi. Demak 100 millionga garov olmaymiz, qolgan 200 million garov olamiz. Agar 100 million so'mgacha olamiz deysa, uni hech qanaqa muammo yo'q. Bir kun ichiga hal qilib beramiz. Shu kun hujjat topshirib, shu kun rasm berishsa, misol, ertasiga kirib chiqib ketadi. Necha foiz? Bu yillik 21%. Faqat aylanma